Lekin shularga to'g'ri zik otishni o'rganamiz. To'g'ri, ko'pincha odamlar birga bir M24da mana shu o'rtadagi nuqtaga qarab otadi. Ko'rdinglar, mana shu mana bu odamchaga tegadi, mana kartonga tegdi. To'g'ri otish uchun mana shunday sal pastroq va sal chaproq qilib otish kerak. Masalan, mana unga ko'rsatay sizlarga, mayli. Mana to'g'rilab olinglar. Ne otilmadi hozir. Bosmayapti ekanman. Mana shunday qilsam otilmaydi ekan. Buning uchun bu sal qiyinroq bo'ladi. Buning uchun rovni qoq markaziga qo'yish kerak. Ko'pchiliklar endi mana shunday qiladi-da, bo'ldi ichiga kirdi deb otaveradi. Agar biladiganlar bo'lsa, mana shunday qilib otish kerak. Mana qoq markazi. Mana. Obuna bo'lib qo'yinglar.